356-bob. Mol dunyoni shariat ruxsat bermagan joylarga sarf qilib, zoyi etmoqdan qaytarish. 1781-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: albatta Alloh taolo sizlar uchun 3 narsada rozi bo'lib, 3 narsada norozidir. Allohga biror narsani sherik qilmasdan ibodat qilsangiz, Allohning arqoni bo'lmish islomni jam bo'lib mahkam ushlab, firqalanib ketmasangiz rozi bo'ladi. Dedi deb behuda gapni ko'paytirsangiz, ko'p savol bersangiz va mol dunyoni behudaga sarf qilsangiz, sizdan norozi bo'ladi, dedilar. Imom Muslim rivoyati. Uning sharhi yuqorida o'tdi. 1782-hadis. Mughira ibn Shobaning kotibi Varrotdan rivoyat qilinadi. Mughira ibn Shoba Muaviya radhiyallohu anhu ga jo'natish maqsadida menga bir maktub yozdirdi. U quyidagicha edi: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam har farz namozi oxirida: La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd, va huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt, va la mu'tiya lima mana'at, va la yanfa'u zal jaddi minkal jadd ni o'qirdilar. Muaviyaga yana yozib, unda u zot dedi kabi behuda so'zni aytishni, savolni ko'paytirishni, ota-onalarga oq bo'lishni, qizlarni tiriklay ko'mishni, molni zoyi qilishni, haqni bermaslikni va haqsiz talab qilishni man etardilar. Muttafaqun alayh. Ma'nosi: Allohdan o'zga iloh yo'q, uning sherigi ham yo'q, mutlaq mulk uniki va hamd ham ungadir. U har narsaga qodirdir. Allohim, sen berganni to'suvchi yo'q, sen to'sganni beruvchi yo'q. Boylik boyni sendan qutqara olmas.